Demak, boshladik. Xush kelibsizlar MS Xalqaro kosmetologiya akademiyasiga. Sizlar bilan biz bir oy davomida estetik va tibbiy kosmetologiya fanini o'rganamiz qizlar. Kosmetologiya yangi fan, yangi yo'nalish, yangi soha. Ko'pchilik bizdan so'raydi, bir oy ichida kosmetolog bo'lishi mumkinmi yoki-da menda med obrazovaniyam yo'q. Kosmetologiya biz bilamiz, meditsina bilan qanaqa bog'liq. Meditsinani ham ayrim yo'nalishlari bilan bog'liq. Aynan estetist kosmetologlarda tibbiyotni qaysi yo'nalishi, hamshiralik ishi yo'nalishi bizga kerak bo'ladi. Biz sizlar bilan bir oy davomida ham tibbiy kosmetologiyani, ham estetik kosmetologiyani, shuning bilan birgalikda hamshiralik ishi darslari ham bor. Biz sizlarga tugatganlaringizdan keyin diplomlaringizga kichik tibbiy hamshira va kosmetolog, estetist, inyeksiyonist mutaxassisligini beramiz. Bir oy ichida 168 soatli darsni tugatganlaringizdan keyin imtihondan o'tsalaringiz beramiz. Imtihondan o'ta olmaganlar 2-3 oydan buyon yuribdi. Imtihon topshiradi diplomini olish uchun. Xo'p, birinchi darsimizni boshlaymiz. Xush kelibsizlar. Mana oq xalat bilan chiroyli bo'lib oldingizlar, ha? Bitta narsa aytmoqchiman. Kosmetolog bo'lish uchun biza kosmetologiya etikasi va deontologiyasini bilishimiz kerak. Kosmetologiyani o'rganishda maqsad faqat protsedura qilish, texnikani o'rganish emas. Nima uchun yaxshi kosmetologlar kam? Kosmetologlarning soni ko'p, lekin sifatlisi qanaqa? Kam. Sababi ular faqat protsedura qilishni, faqat kosmetolog protseduralarining texnikasini o'rganishgan. Kimga qachon, nimani, qanday qilishni bilishmaydi. Ularning xatosi shunda. Shuningdek, protsedurani maqsadini, har bitta preparatni yoki protsedurani maqsadini bilishmaydi uchun ular teriga nima qilisha olmaydi? Tashxis, diagnoz qo'yisha olmaydi. Biza sizlar bilan mana shu birinchi kungi darsimizda, kirish darsimizda qizlar teriga diagnoz qo'yish, teri muammolarini aniqlash, teri qavatlaridagi har bitta o'zgarishlar va har bitta qavatida qilinadigan maxsus protseduralarni bugun o'rganamiz. Obeddan keyin praktikani boshlaymiz. Kosmetologiya etikasi o'zi bu nima? Har bitta kasbni o'zini etiketi bo'ladi, bilasizlar. Bu madaniyat degani. Kosmetolog deganda nima keladi ko'z oldilaringizga? Kim keladi? Kim keladi? O'tirib aytavering. Endi kosmetolog deganda avvalambor shu insonlarga go'zallik ato etuvchi, go'zallik beruvchi shifokorlar keladi, yana. Endi avvalambor o'sha insonni o'zida biz kosmetologga boradigan bo'lsak, avvalambor o'sha insonni o'ziga qaraymiz-da. To'ppa to'g'ri. Mana shu ko'rinishi, o'zini tutishi, axloqi, o'sha o'ziga berilgan o'sha yuzidagi chiroyli bo'lib turishi, bo'lishini biz ko'rib turib, o'shanga qarab biz o'sha kosmetologga borishni o'zimiz xohlaymiz. Agarda kosmetolog qanaqadir o'ziga bir yuzida qanaqadir defektlar bo'lsa, masalan, men bormayman o'sha odamga. Demakki, o'zida mana shuncha defekti bor, bu qanaqa kosmetolog? Demak, o'ziga e'tibor qilmagan kosmetolog. Mana kosmetolog deganda hammani ko'z oldida go'zallik yaratuvchi doktor, beauty doktor deymiz, to'g'rimi? Chiroyli, toza kiyingan, o'ziga qaragan, nafis, to'g'rimi? Sochlari akkuratli bo'lgan, past ovozda gapiradigan, mayingina kuladigan, baqiradigan emas, qo'pol emas, muomala, mulohazani, mushohadani yaxshi tushunadigan, to'g'rimi? Kabineti ham mo'jazgina, kichkinagina-yu uyut. Uyutnigina kabinetda o'tirgan chiroyli ayol keladi. Havaslaringiz keldimi? Sizlar bugundan xuddi shunaqa bo'lishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Sizga patsient ko'proq kelish ishonishi uchun birinchi bo'lib o'zingizni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Yuzingizga kosmetologik protseduralar qilib emas. Malades. O'zingizni etiketni bizada kosmetologiya oq yoqalar deyiladi. Nima uchun? Eng zo'r elitni kasbni egasi biza. Biza kasbimizni hurmat qilishimiz nimadan boshlanadi? Biza kiyadigan formamizdan boshlanadi. Xalatlaringiz, formalaringiz har doim dazmollangan, toza, chiroyli. O'zlaringizni kichkinagina logochalaringizni yozdirib olsalaringiz ham bo'ladi. Kabinetlaringizni chiroyli qilib ko'rsatganlaringizni, har bittalaringizga pomoshniца alohida qo'yilgan. Pomoshnicalaringizni tozalab, chiroyli qilib terib qo'yish. Ko'rasizlar, Instagramlarda kosmetologlarning kabinet chiroyli, oynalarda ismlarini yozib qo'yilgan. Ko'rdingizmi qanaqa? Elitni fan kosmetologiya. Chunki biz go'zallik yaratish bilan birgalikda ayollar bizning kabinetimizga nima uchun keladi?
dam olish uchun keladi, to'g'rimi? Ora-orada dardini aytish uchun keladi, chiroyli bo'lish uchun keladi. Biza hozirdan, bugundan o'zimizni estetist, kosmetolog bo'lishga tayyorlab boramiz. Ham ma'nan, ham jismonan. Kelishdiga. Endi kosmetolog bo'lishi kerak bo'lgan narsalarni boshlaymiz. Sizlar bilan biza tibbiy kosmetologiya kursimizda birinchi darsimiz teri qavatlardan iborat. Buni yozdiraman. Oldin bitta dars tushunib olaylik. Kosmetolog nima qilish kerakligini tushunib olamiz hozir. Xo'p, teri qavatlarini bilishimiz uchun hammalar qo'llaringizni yaxshilab silanglar. Kosmetologiya yoki kosmetologning vazifasi ajin bo'lgan peshonani botoks qilib taranglashtirib qo'yish emas. Kosmetologning vazifasi lablarni dudli qilib shirish emas. Skulalarni, yonoqlarni mashinaqasiga bo'rtirib chiqarib, iskustyevni qilish emas kosmetologning vazifasi. Kosmetologning vazifasi mana shu terini sog'lomlashtirish, yoshligini ushlab qolish, kачество koja, terini sifatini yaxshilash evaziga 30 yoshga kelgan patsientingizni 50 yoshigacha 30 yoshligini saqlab berish. Menga necha yosh berasizlar? Men 28 yoshimdan boshlaganman uhod qilishni. O'zim misol uchun 22 yoshimdan kosmetologiyani boshlagan bo'lsam ham 28 yoshdan uhod qilishni, sal o'zimga qarab kosmetolog protseduralarni qilish boshlaganman. Necha yosh berasizlar hozir? 37 emasman. Manda botoks gellarim yo'q, iskustyevniy narsalarni men o'zim tavsiya qilmayman. Patsientimga, o'zimga ham qildirmaganman. Men o'zimni ustimda tajriba qilib boryapman. Qanaqa bo'lsam, xuddi shunaqa olib ketishga. Xuddi mana shunaqa ko'rinishda ushlab qolishga. Kosmetologiya so'zini ma'nosi grekchadan go'zallikni vaqtincha saqlab qolaman, yoshartirib yuboraman, kesib tikaman degani yo'q. Vaqtincha ushlab qolaman. Xo'p, teri 3 qavatdan iborat bo'ladi. Yaxshilab siladingizlar. Silaganlaringizda silliqmi kojalaringiz? Bitta ko'ringlarchi. Qanaqa? Kimnikidir quruq, kimnikidir silliq, dag'al, kimnikidir. Bizada teri 3 qavatdan iborat bo'ladi. Kosmetologning qilgan protsedurasi birinchi qavatida bo'ladi. Kosmetologning fishkasi, kosmetolog protsedurasini zo'r qilganligini, rezultatini epidermis qavati chiqazib beradi qizlar. Epidermis, derma va gipoderma qavatlari bo'ladi. Har bitta qavatni o'zini joylashuviga qarab alohida vazifalari bo'ladi qizlar. Hozir mana shu darsdan keyin sizlar o'zlaringiz his qilasizlar kosmetologiya nima ekanligini. Chunki hammalar ukol qilish o'rganishga kelgansizlar, to'g'rimi? Mayli. Kosmetologiyada yuzga mezoterapiya, botokslarni qilib yoshartirishdan tashqari boshqa zo'r protseduralarimiz bor. Qaraymiz endi, yaxshilab qaraymiz hammamiz. Xo'p, bu terini birinchi qavati edi. Yaxshilab silaganlaringizda kimdadir dag'al, kimdadir silliq qavat edi. Endi qaraymiz, yaxshilab terini birinchi qavatida qon tomir yoki qizil nuqtachalar bormi qizlar? Mana ikkinchi qavatda qon tomir. Birinchi qavatida-chi? Yo'q. Birinchi terini birinchi qavatini vazifasi himoya qilish. Nimadan himoya qilyapti? Malades, tashqi ta'sirotlardan, quyoshdan, sovuqdan himoya qiladi, to'g'rimi? Mushaklarimizga, suyaklarimiz, tomirlarimizga tashqi ta'sirlar kirmasligi uchun terini birinchi qavati himoya qiladi. Birinchi qavatining vazifalaridan biri himoya qilish, keyin har 14 kunda ko'chib yangilanadi qizlar. Chunki biza hujayralardan iborat organizm biza hujayradan iborat bo'lganimiz uchun biologik jihatdan hujayralar 14, 28, 36 kunda nima bo'ladi? Obnovleniya bo'ladi. Obnovleniya bo'lgan vaqtda terida yog'lanish yoki terida qurish ko'p bo'lgan vaqtda terida ko'chish jarayoni sekinlashadi yoki umuman ko'chmay qoladi. O'shanda patsient nima jalba bilan keladi? Rangi mutli deydi, to'g'rimi? Tuzli bo'lib qolgan, poralari ochilgan yoki har doim ishlatayotgan tonalkam, har doim shuni ishlataman, lekin birdaniga tushmay qoldi deydi. Ishlaringizda kosmetolog bormi? O'shanda kosmetolog nima protsedura qiladi? Yotqizib olib, yo'q, meza qiladi. Mezoterapiyasi ikkinchi qavatiga tushyapti. Lekin rangini ochartirish, poralarini yopish, dog'larni oqartirish qaysi qavatida qolib ketuvdi?
Malades, birinchi qavatida qolib ketgan edi. Patsient har 14, 28, 36 kunda ko'chadigan terini obnovleniyasi, hujayralarni yangilanishiga yordam bermadi. Chunki u uy sharoitida yuzini to'liq tozalamadi. Nima bilan tozalaysizlar yuzni? Birinchi bo'limni ishlatasizlar, birinchi bo'lim. Penka? Xo'p, mana birinchi xato boshlandi. Keyinchi umvalka bilan penka bitta, tarkibida ishqor bor, terini tozalovchi vosita. Penka yanachi? A? Mitsillarka, xo'p, malades mitsillarka yanachi? U ham xato. Toner bilan tonikning farqini bugun aytaman, o'zlaringiz ustlaringizdan kulasizlar. Xo'p, teri noto'g'ri tozalandi, teriga kerakli bo'lgan vitaminlar berilmadi. Teri qurib qolgan vaqtda bolasi 3-5 yoshga kirgan bo'lsa ham Johnson Baby masla olgan ayollar ortib qolmasligi kerak-ku. Qurib qoldi terim deb o'shani surish kerak, to'g'rimi? Yoki da kimdir unga qanaqadir krem sovg'a qildi, o'shani surish kerak, tekinga kelgan-u. Bilasizmi? Natijada terida nima bo'ldi? Muammolar paydo bo'lishni boshladi-da, keyin kosmetologga keldi. O'shanga ham kelsa, kelmasa, ana u домашний условияda degan videolarni ko'rib, uyda o'sha narsalarni qilib, yanada ko'proq muammolarni qilib keladi. Birinchi qavatning vazifasi himoya qilish va obnovleniya hujayralarni yangilanishda ishtirok etish. Shuningdek, hammalaringiz yelkalaringizni keng qo'yinglar bunaqa partaga. Mana shu keng qo'yingda, bir xilda turing hammangiz. Menga bitta qarab olamiz. Mayli, qo'lchingiz mana shunday qo'y, faqat yelkangiz keng, tekis turib olingda. Endi nafas olamiz, mana aytganda chiqarasiz. Davay, nafas olamiz. Endi chiqaring. 10 gramli shpris bilan 10 gram kislorodni yutdingiz. Necha gram karbonat angidrid chiqardingiz? 10 gram chiqdimi? Yo'q. Necha chiqdi? 8lar. Necha chiqdi? 5 chiqdi. Ha? 5 chiqdi, 8 chiqmaydi. Chunki biz 21-asr zamonaviy odamlar shu darajada dangasamizki, hatto nafas olish gimnastikasini ham qila olmaymiz. O'sha uchun bizda qarish, ajin tushishi, sochlarim to'kildi deb jinni bo'lib bedabavkalar ichib yurasizlar, kerak emas narsalarni qilib yurasizlar. Xo'p, 10 gram yutdik. Qolgan karbonat angidrid qayerdan chiqib ketish kerak edi? Malades, teridan chiqib ketish kerak edi. Teri gazlar almashinuvida ham ishtirok etadi qizlar. Chunki biz o'pka yurak ventilyatsiyasi orqali kislorod yutib, karbonat angidrid chiqaramiz. Malades, bizani yutgan kislorodimizni qolgan foizi chiqib ketish kerak edi. Lekin biz terimizni tozalamaymiz, terimizga peeling qilmaymiz, badan terimizga vaqtida skrab qilmaymiz. Домашний условияda kosmetologga kelmadingiz, kosmetolog siz ham noto'g'ri sharoitda terimizni parvarish qilamiz. Sochimizni faqat tozalash uchun sochimizni tolasini yuvamiz, bosh terisi esdan chiqib qolib ketganligi uchun bizda nima bo'ladi? Soch to'kilishi, terida qizarish, ortiqcha yog'lanish, toshmalar toshishi, rangni xiralashishi, dog'lar ozgina bo'lsa nima bo'ladi? To'qlashib qoladi. Kuperoz ko'jalar, teri qizarib qoladi. Chunki bechora terida eski qavat ko'pligidan gaz chiqib ketish kerak edi, pastdagi teri osti yog' qavatini zararlay boshlaydi. Gaz mana shu joyda yig'ilgani sari bu sochni follikulasi, bu yog' bezi orqali soch nima qilish kerak edi? Oziqlanish kerak edi. Gaz yuqoridan chiqdi-da mana bu joyda nimani hosil qiladi? Yallig'lanishni. Yurasiz, ugri chiqdi deb keyin sovun ishlatasiz, maska ishlatasiz, aptekadan nimalardir olib surasizlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, xo'p, pHda teros yog' qavatida kamayib ketdi, gaz ko'pligini evaziga. O'rtadagi yumshoq derma qavat nima qilishni boshladi? Kichrayishni boshladi. Bu terida qurish, rangingiz yoqmay qoladi, qorayib qoladi, tuzli ko'rjaga aylanasiz, ishlatib yurgan tonalka pudralaringiz tushmay qoladi. Chunki gaz ko'pda. O'tkazuvchalik yaxshi emas. Epidermis o'tkazuvchalik yaxshi bo'lmaganidan keyin nima bo'ladi? O'z-o'zidan qurib ko'chadi, lekin regeneratsiya bo'lmaydi, qayta tiklanmaydi-da, natijada mana bunaqa kuperoz koja bo'lib qoladi yuz. Bu hammasi noto'g'ri tozalash, noto'g'ri kosmetika ishlatishdan bo'ladi, qizlar. Kosmetolog qilish kerak bo'lgan ishlar juda ham ko'p.
ukol qilishdan tashqari. Endi sizlarga yana bitta tushuntiraman. Toner bilan tonikni hozir shu joyda aytib o'tib ketaman. Epidermisda yaxshilab qaranglar, nechta rang bor? 3 xil. 3 xil rang bor, ha? Teri har doim yangilanish jarayonida bo'ladi. Endi meni qo'lim yaxshilab qaraymiz. Mana bu korичневый rangi bor, to'g'rimi? Oq rangi bor va pushti rangi bor. 3 xil rangda bor. Bu o'z-o'zidan emas. Har doim klient kelganda yuzida xuddi mana shunaqa holat bo'ladi. Bu katta korичневый qavati eskirgan, bo'ldi, muddati o'tgan buni. Buni hujayralari o'lib bo'lgan, bu ko'chib ketish kerak. Teri osti yog' qavati juda ham yog'li bo'lganligi uchun bu ko'cha olmayapti-da, quriganligi uchun poralari nima bo'lyapti, teshikchalari katta bo'lib turibdi. Malades. Mana bu oqlari bor-ku, mana terim dag'al dedi kimdir qo'lini silaganiga. To'g'rimi? Bu oq bo'ldi, bechara kuchsiz, bu ko'chib tushishga tayyor. Lekin mana bunisi qo'ymayapti, yordam kerak. Ana shu vaqtda piling kerak bo'ladi. Piling desa hamma qo'rqadi, vaholanki pilingni 60 xil turi bor. Har oy qilinsa bo'ladigan pilinglar bor qizlar. Ana nima ko'chirtiradi? Chistka buni ko'chirtirmaydi. Mezoterapiya buni ko'chirib bera olmaydi, to'g'rimi? Botoks buni ko'chirib beradimi? Teri quruq, suxoy bo'lib yotdi-yu, botoksga keladi klientlar. Qip-qizil tomirchalar chiqib yotibdi-yu, filler nit qo'ying deb keladi. Muammo nima deydi? Epidermis deydi. Eski qavat ko'payib ketgan deydi. Xo'p, bu eski qurib ketgan qavat bu ko'chib tusha olmayapti-da, eng nozik muhimi tagidagi qaysi? Yo'q, dermaga o'tmadi. Biz hali epidermisda biz rozoviy qavat, epidermis ko'chmoqchida, yangi chiqqan epidermis rozoviy qavat. Kosmetologning vazifasi 15 minutda mana buni olib tashlashingiz mumkin. Apparatda o'rgataman sizlarga hali sezonni pilingda o'rgataman. Bu o'tib ketadi. Eng muhim vazifasi manos nima edi kosmetologiyani saqlab qolish. Yangi chiqqan o'sha pushti rang joyini sog'lomligicha ushlab qolish. Teriga nima uchun mayda toshmachalar chiqadi o'z-o'zidan? Allergiya bo'lib qoldi-da deb qo'yadi. Hech qanaqa allergiya bo'lmaydi. Sizni eski qavatingiz ko'chayotganda sovun bilan yuvdingiz. Umuvalka. To'g'rimi? Jidkiyimlar o'sha. Umuvalka, penka, mitsellarga yuzni har kun demakiyaj deymiz, makiyajni tozalashda noto'g'ri foydalanganligingiz uchun mana bu eski qavatingiz nima bo'ldi? Zararlandi. Yangi qavatingizga ximikat tegizdingiz, umuvalka. Undan tashqari mayli, umuvalkadan tashqari bizda ishlatiladigan yuzimiz yuvadigan suvimiz toza shifobaxshmi? Yo'q. Suvda o'zi nimalar bor edi? Kerakli tuzlar va minerallar bor edi. Ular qayta ishlanib bizning iste'molimizga berilganligi uchun tuzlarimiz toshlarga, minerallarimiz qattiq kristalga aylanib qolgan. Shuning uchun ora-orada yuvinsangiz agar suvda nima bo'ladi? Achiydi. Voy, achishib ketdi deb nima so'rasiz? Nima so'rasiz yuzingiz achisa? Qanaqa krem? Nima bor tarkibida? Увлажняющий krem. Увлажняющий. Hozir sizga to'g'ri keladimi? Bilmaysiz. Yo'q, endi masalan. Siz nima so'rasiz? Pantenol surdim. Malades, pantenol surdingiz. Mumkin bo'lmagan narsa. Siz nima so'rasiz? Ko'proq menga pantenoldan ham sinaflan yoqadi. Sinaflan, вот именно sinaflan emas. Bu steroidni ugri toshma chiqaradi. Yuzda erta qarishni olib keladi. Siz nima so'rasiz? Aspirin? Azulin so'rasiz. Mana kosmetologga borar ekanda azulin. Sizchi? Bepanten. Bepanten. Nima uchun yaxshi ko'rasiz shu bepantenni? Sizchi? Увлажняющий krem. Sizchi? Sizchi? Bioderma. Ko'rdingizlar, mana hamma har xil narsa so'radi. Bizning vazifamiz yangi qavatni sog'lomlashtirish. Sizlar so'radigan aptechniy mazlaringizni massasi quyuq. Ular первый помощь uchun edi. Увлажняющий kremingiz, azuliningiz ming yaxshi kosmetologdan olgan zo'r professional bo'lgani bilan u первый помощь bo'la olmaydi. Первый помощь qilish uchun biza toner ishlatishimiz kerak bo'ladi. Yog'li yuzlarga, quruq yuzlarga tonik ishlatishimiz kerak bo'ladi. Chunki toner bilan tonikning asosiy vazifasi tonizuret qilish. Terini tozaladik. Tozalaganda kosmetikadan qolgan ostatkalar bor edi. Suvdagi qolgan ostatkalarni tonik bilan toner nima qilib beradi? Parchalab beradi. Teridagi pHni normallashtirib beradi. Tuzlar qotib qolganda toshga, minerallar kristalga aylanib qolganda. Faqatgina toner bilan tonik shuni
parchalab olib chiqa oladi. Uni parchalab olib chiqmasdan opa mas so'rayaptilar, bu opa krem so'rayaptilar, bu opa tinchlantirsin deb azulin so'rayaptilar. Natijada o'sha qizil yangi pushti paydo bo'ladigan sog'lom teri sog'lomligini ushlab qoldingizlarmi? Yo'q. Ushlab qololmaganlaringiz uchun oylar davomida shu jarayon davom etadi-da, shunaqa yuzim g'alati bo'lib ketyapti deb shunday kosmetologga kelasiz. Kosmetolog sizga sitorabonaga o'xshab ukol qilib beradi. Ukol o'zi zararlangan birinchi qavat edi qizlar. Ukol ikkinchi qavatga tushdi. Ukol ikkinchi qavatga tushdi. Endi dermaga o'tdik. Dermada ko'rib turibsizlar, qon tomirlari bor. Biza qiladigan inyeksiyalarimiz plazma bo'lsa ham, bular qon tomirlariga so'riladi. So'rilgandan keyin mana shu sohada lokalni deymiz. Qayerda bo'lsa o'sha sohani, o'sha kichkinagina joyini yoshartiradi. Faqat dermani yoshartiradi. Lekin yoshligini, sog'lomligini ushlab qolish uchun qayerga biz nima protsedura qilishimiz kerak bo'lyapti baribir? Epidermisga. Kosmetologning fishkasi, kosmetologning protsedurasini zo'r qilib beradigan narsa, kosmetolog tushunishi, yaxshi ko'rib, hurmat qilish kerak bo'ladigan qavati bu qaysi ekan? Epidermis. Malades. Epidermis qavati ekan. Sizlarga shunaqa zo'r qilib misol uchun tushuntirib o'rgataman. Xayollaringizni chalg'itmasdan, palonchi kosmetolog palonchi qilibdi deb menga boshqalarni aytmasdan, mana shu joyda o'rganib olsangiz, o'shanda zo'r bo'lasiz. Chunki har bitta protseduradan oldin terini maxsus tozalash usullari bor. Hozirlarga uni ham yozdiraman. Endi qaranglar. Ikkinchi qavatiga o'tdik. Ikkinchi qavatida nimalar bor? Jiraviklar bor, komidonlar bor, chorniy tochkalar bor. Qizlar, sizlar uni uy sharoitida nima qilasizlar? Mana bularni balandroq ayting. Nima qilasiz? Siqasiz. Chorniy tochka mana bu bugundan boshlab qora nuqta emas. Kosmetolog biza tibbiy kosmetolog bo'lganimiz uchun terminologiya bilan to'g'ri foydalanishimiz kerak. Nima ekan bu? Komidon. Komidonlarni siqasizlar, to'g'rimi? Lekin komidonni ildizi qayerga borib yopishgan? Dermani oxirgi qavatiga borib yopishgan. Ko'pchilik aqllilar aytadi, klientlar aytadi, "Voy, chistka qildingiz-ku, apparatda tozaladingiz, unayoshkada, yana siqasizmi?" deganda, shu rasm tursin portret bo'lib. Sertifikatlaringizdan ko'ra, bir devor sertifikatdan ko'ra bir anatomiya rasmlarini qo'yinglar kabinetga. Tushuntiring, opa, men chistka qilib apparatda olganim faqat epidermisnikini oladi. Teri juda ham zich. Ichkarida qolib ketganligi uchun siz uy sharoitida boshqacha siqasiz. Men kosmetolog bo'lganligim uchun men boshqacha to'g'ri siqib chiqaraman deysiz. Chistkadan keyin yoki siqqanlaringizdan keyin o'sha joy qizarib qoladi yoki o'g'ri toshma paydo bo'ladi. Bilasizlarmi nima uchun? Chunki sizlar siqasizlarda uy sharoitida noto'g'ri mana shu joygacha siqasizlar. Bu joyda qizarib qolganda nimani yallig'lantirgan bo'lasizlar? Mayda kichkina kapillyar qon tomirchani yallig'lantirgan bo'lasizlar. Natijada mana shu joyda kichkina gematomacha bo'ladi. Buni yarmisi ochilib, teri ostiga yoyilib ketgan bo'ladi. O'zi noto'g'ri nafas olayotdingiz, gazlar tiqilib qolyotdi. U yerga gaz keldi, yog' keldi, qon keldi. Nima bo'ldi? O'g'ri bo'ldi, toshma bo'ldi. Mana har bitta teridagi muammoni kelib chiqish sababini bilsangiz, hali sizlar kosmetolog bo'lmaslaringizdan o'zlaringiz tushunyapsizlar, xatoni kelib chiqish sababini bilsangiz, qaysi protsedurani qilish kerak ekanligini bilaverasizlar qizlar. Kosmetologda chistka qilgansizlar, to'g'ri chistka qilsalaringiz, buni tagigacha tozalaysizlar. Agar tagigacha tegishni imkoniyati bo'lmasa, maxsus pilinglarimiz bor. Mana всесезонный piling bilan ketdi eski qavati, undan keyingi ishlatiladigan piling bilan mana shuni eritib chiqarib beradigan maxsus pilinglar bor. Bitta chistkada nima uchun chistka kimdadir qimmat bo'ladi-ku? O'shani tushunasizlar bugun. Xo'p, buni tozalab oldik. Undan keyingisi biza ikkinchi qavatimizda inyeksioniy protseduralar bilan birgalikda fotoamolajeniya, lazerni epilyatsiya protsedurasini qilamiz. Nima uchun? Chunki fotoamolajeniya, lazerni epilyatsiyada biz nima bilan ishlaymiz? Ishlatilmaydigan, teridagi ishlatilmaydigan tuklar bilan ishlaymiz. Tuklarning asosi qayerda edi?
ikkinchi qavati. Derma qavatida edi qizlar. Endi 3-qavatga o'tamiz. 3-qavati podkojniya kletchatka, ya'ni gipoderma. Ba'zi joylarda konferensiya master-klasslarga borsalar, PJK deydi. Demak, podkojniya kletchatka, teri osti yog' qavati gipoderma. Endi biza gipoderma qavatini qo'llaringiz bilan yaxshi ushlab turinglar. Ushladingizlar. Endi bu qismini ushlab ko'ringlar. Sizlarga savol. Kaftimiz yuqori qismida teri osti yog' qavati bormi? Bormi? Shoshmang. Bor deganlar qo'lini ko'tarsin. Ko'taringlar, urushmayman. Biza o'rganishga kelganmiz. Sizlar o'rganishga kelgansizlar, biz o'rgatishimiz kerak. Ko'taring qo'lingizni. Yog' qavati bor deganlar. Ko'taravering. Bu yog'idachi? Bor. Ko'rdingizmi, organizm qanaqa chiroyli tuzilgan. O'sha uchun ham yuzga qiladigan ukollar boshqa, ko'z atrofiga qiladigan, bo'yinga, dekoltiga, qo'lga qiladiganlar boshqa bo'ladi. Hamma preparatni yotqizib olib, hammaga ukol qilavermaysiz. Mana shunda kosmetologlarning xatosini bilsangiz bo'ladi. Kelgan klientga yotqizib ukol qilish kerak emas. Hamma ukol terini hamma joyiga tushmaydi. Yuzni qaysi qismida gipoderma yo'q? Peshonada? Peshonada gipoderma yo'qmi? Ushlab ko'ring. Ushlab ko'ring peshonangizni. Ushlab ko'ring. Nimaga yo'q? Ushlab bugundan, hozirdan ushlab ko'ring. Siz erta kelgan klientingiz ushlab ko'rishingiz kerak yuzini, his qilishingiz kerak, muammosini bilishingiz kerak. Ko'z atrofida gipoderma qavati yo'q. Labdachi? Yana savol. Hammalaringiz lab qilish o'rganish xohlaysizlar. Lab qiladigan kosmetologga bugun borib yozing direktiga lichkasiga, opa, labimdagi yog' qavati siz qilgan filleringiz bilan qanaqa bir-biriga kirishadimi deb bitta savol bering. O'shanda bilasiz, o'sha kosmetolog anatomiyani biladimi, o'sha kosmetolog baza kursi o'qiganmi, o'qimaganligini mana bilib olasiz. Labda bormi? Savol. Labda yo'q. Bu sizlarga topshiriq. Yog' qavati bo'lishini. Bu sizlarga topshiriq, ertaga javob topib kelasizlar o'zlaringiz. Ko'z atrofida yo'q, bo'yindachi? Bo'yinda ham yo'q. Kim aytdi? Yog' bormi? Ushlab ko'ringlar, tortib ko'ring. Dekoltidachi? Dekoltida bor. Qo'rqmang, bir-biringizni ushlamayapsiz, o'zingiz ushlayapsiz. Hali sizlar klient ushlasalar qo'rqib ketar ekansizlardan. Ushlab ko'ring, mana his qilib ko'ring, bormi? Xo'p, dekoltida bor. Yanachi? Teri osti yog' qavatidagi yog'ni lipolitik qilib eritish emas, undagi pHni normallashtirishimiz kerak bo'ladi. Yog' qavati bor joyga ajin tushadimi? Yog' qavati yo'q joygachi birinchi bo'lib ajin tushadi. Teri ostidagi yog' qavati bizaga yoshligimizni ushlab turish uchun bo'ladi. Bo'yinda bo'ladi. Lipolitik qilib eritadi-yu kosmetologlar bo'yinini. Eritgandan keyin g'ijim qilib ajin tushirib qo'yadi. Endi lipotershka qilaman deydi. Filler qilib eritgan yog'ini ustiga gialuronkan quyib beradi. Uning o'rniga boshqa chiroyli protsedura qilsa bo'ladi. Bechara klient sarson qilmasdan. Sizlar unaqa sarson qiladigan kosmetolog bo'lmanglar qizlar. Teri osti yog' qavatiga biza qo'yamiz nitlarni, fillerlarni, yana nima qilamiz? Polimolochka qilishimiz mumkin va undan pastga biza mushak qavatiga botox qilamiz. Opa yozmang hali, chunki chalkashasiz. Men bittalab yozib beraman. Vazifalari bilan undan pastigagina botox qilamiz. O'sha uchun men sizlarga aytmoqchiman, men 4 yildan buyon baza kosmetologiyaga dars beraman. Bilaman, viloyatdan kelgan qizlarimiz bir oy ichida kosmetologiyani hamma narsasini o'rganib, tayyor bo'lib ishga chiqishni xohlaysizlar. O'sha uchun ko'pchilik bazada botox bilan filler darsi yo'q. Qolgan hamma 26 ta zo'r texnikalarni o'rganasizlar. Shoshib botox filler qilishni o'rganaman deb shoshilmang. Nima uchun? Chunki siz oldin biling, 3 qavatda qilinadigan protseduralarni bilganingizdan keyin siz mushakka qilinadigan botoxni o'rganishga haqli bo'lasiz. O'shanda haqqingiz bo'ladi. O'shanda tushunasiz. Siz hozir uni 2-3 hafta davomida umuman tushunmaysiz. Chunki siz hali bu yoqdagi narsalarni tushunmayotgan bo'lasiz. Tushundingizlarmi? Endi teri anatomiyasi edi. Teri anatomiyasidan keyin kosmetolog anatomiyani tushundingizlar-a? Vazifalarini. Endi biza kosmetolog bilishi kerak bo'ladi. Protsedura qilish va diagnoz qo'yishda terini rang jihatdan turlarini, teri fototiplari. Bu opaga qilgan protseduramiz bu qizga to'g'ri kelmaydi. Chunki rangi har xil bo'ladi. Fototip deganda biza melanin so'zini eshitgansizlar, melanin.
Bechara melanin nima deb eshitgansizlar? Dog' debmi? Ha? U dog' emas u. Gormon? Sal yaqinlashdingiz. Teriga rang beruvchi modda. Terini rang beruvchi moddasi, xususiyati shu edi. Melanin oppoq qizni ko'rganmisiz? Arvohga o'xshaydi yoki sal bug'doy rang shiringina qiz yaxshi ko'rinadi. Qaysi bir istarali ko'rinadi? Ha, mana buni qarang-da, mana bularni qarang. Ko'rdingizmi? Bunda melanin ko'proq bo'ladi. Bunda melanin kamroq bo'ladi. Nima uchun fototip tushunchasida melanin aytdim sizlarga? Melaninning vazifasi dog' bo'lib teri ustiga chiqish emas. Melaninning vazifasi terini ta'sirlanganda himoya qilish. Himoya qilish. Quyoshda yurdingiz, mana oppoq qizimiz bor ekan o'zi. Quyoshda yurdingiz, qizaradi. Mana shuni oppoq birinchi fototiplar qizaradida, bitta dush qilsa yoki soyada tursa nima bo'ladi? Suv buni tinchlantiradi, soya salqin havo buni tinchlantiradi. Bunda melanin o'zi kam. O'zi himoya qilishga kuchi yetmaydi, bo'ldi, nima qilaman, himoya qilib bo'ldi deydi. Suv bilan nimadir sepib tinchlanib oladi deydi, bo'ldi. O'sha uchun bunga pigment tushmaydi. Menga, bu opaga, mana bu singlimizga o'xshagan qizlar chiqsa, quyoshda qolib ketsak, nima bo'lamiz? Qop-qora bo'lib, dog' bo'lib qoladi. Chunki bizani terimiz 3-4 fototip edi va bizda melanin ko'p edi. Ko'p bo'lganligi uchun melanin tashqariga epidermis tomonga chiqadi. Uni vazifasi nima edi? Himoya qilish edi. Bizani issiqdan biza o'zimiz himoya qilmagan, SPF surmagan, vaqtida aerozol spreylar bermagan, qurib ketgan kojamizni himoya qilish uchun epidermis tashqarisiga chiqdi-da, bo'ldi, himoya qilish uchun yo'yildi. Biza u becharalarni o'zi ta'sirlangandan chiqib qolgan melaninni kosmetologga kelib piling qilamiz. Ta'sirlangandan keyin chiqib qolgan bechara melaninni tinchlantirmaymiz, ukollar qilamiz oqartiruvchi. Nima qilsak qilamiz. O'zi asosan dog' tushishini sababi teri himoya qilinmagandan bo'ladi. Ta'sirlandi, melanin chiqib qoldi, bo'ldi. Dog'ni hali darsda o'taman, dog'ni davolash uchun birinchi qiladigan ish terini tinchlantirish. O'shanda melanin o'z joyiga tushib ketib oqarish bo'ladi. Undan keyin melanin chiqib qolgan joyini keyin oqartirsak bo'ladi, qizlar. Tushundingizlarmi? Xo'p, bizda fototiplar bo'yicha muammolar bor. Birinchi, ikkinchi fototipli qizlarimizga mana tasavvur qilinglar. Oppoq keldi. Oppoqqina qiz keldi-da, qora mag'izcharoq qiz keldi. Siz bitta lazer apparat olgandingiz. Shuni bitta klientingizga prob qilib ko'rishingiz kerak. Bitta qora mag'izcharoq shiringina qiz keldi, bitta blonding oppoq qiz keldi. Qaysi birini model qilamiz? Qorani. Qo'l ko'taringlar. Qorani deganlar, qo'l ko'taringlar. Yuqoriroq ko'taringlar, men ko'rmayapman. 6 ta oqni deganlar, qo'l ko'taringlar. Sizlar neytralmi? 2 tami oq? Oqni deganlarga 5 baho qo'ydim. Chunki unda melanin 3-4 fototipda siz uni ta'sirlantira olmaysiz. Siz uni avaylab tokchaga qo'yishingiz kerak bo'ladi. Unda melanin bor, unga hamma narsani qilib bera olmaysiz. 3-4 fototipli patsientlaringizga hamma protsedurani qilib berishga haqqingiz yo'q. Unda melaninni qo'zg'atib olishingiz va protseduradan keyin dog' bo'lib qolish xavfi bor. Birinchi, ikkinchi fototiplarda o'zi melanin yo'q. Bunga nima bersangiz ham o juda ham yaxshi narsa ekan-ku deydi. Qabul qilaveradi. Biz 3-4 fototiplar qabul qila olmaymiz. Chunki bizning o'zimizda himoya mustahkam. Nima ekan u deb melanin chiqib qolaveradi. Hatto har bitta qilgan ignayiz o'rni dog' bo'lib qolishi mumkin. Nima uchun lazerni shlifovkadan keyin dog' bo'lib qoldi deydi? Chunki kosmetolog fototipini bilmaydi, terini muammosini bilmaydi. Nima uchun pilingdan keyin dog' tushib qoldi deydi? Chunki fototipiga qaramagan bo'ladi. Fototip tushunchasi bo'lmagan bo'ladi kosmetologda. Nima uchun aytadi? Ustoz, oddiy plazma qilgandim, har bitta qilgan ignamni o'rni dog' bo'lib qoldi deydi. Chunki fototipiga qaramagan bo'ladi. Fototip tushunchasi bizlar uchun juda ham muhim. Protsedura tanlashda ikkita bir xil yuzli patsientingiz keldi. Bunisiga qilgan chistkangizni bunisiga qilib bera olmaysiz. Chunki bunisi 4-fototip edi, bunisi 2-fototip edi. Ichidagi ayrim narsalarni o'zgartirasiz. 3-4-fototipga tinchlantiruvchi ko'proq berasiz, 1-2-fototipga boshqacharoq narsalar berasiz. Buni chistka darsida o'tamiz. Bu fototip tushunchasi tushunarli bo'ldimi? Dalshi buni yozdiraman. Endi
teri turlari, teri anatomiyasini o'tdik, teri qavatlarini vazifasini protsedura qilishdan oldin rang jihatdan turlarini o'tdik. Endi kelgan patsientga diagnoz qo'yishimiz uchun biz terini turlarini bilishimiz kerak bo'ladi. Birinchisi normal koja, mikroskop ostida har bitta dumaloqchada terini turiga qarab muammolari ko'rsatib qo'yilgan. Ikkinchisi quruq koja, hatto 16-17 yoshli qizlarda, yigitlarda ham bo'yinlarda kalsiy venerasi bo'ladi, nasagubkalarida nima bo'ladi, izlari, peshona ko'z atroflarida ham nima bo'ladi, ajinlar bo'ladi. Ko'rgansizlar, shunaqa yosh maktab o'qiydi-da, ajinlar tushib ketgan. U bechorada kasallik emas, faqat terisi qanaqa? Quruq, suxaya koja bo'ladi. Yog'li koja bo'ladi. Hamma joyida nima bo'ladi? Poralar, teshikchalar, yonidan qarasangiz quloqlarning ichida ham poralar, orqalarida ugrilari bo'ladi. Immuno yog'li kojali patsientlaringizda sochlari ham bugun yuvsa ham kechgacha yog'lanadi. Ulardan o'ziga xos sebareniy hid keladi. Voy, buncha sassuvsan deysiz. U bechora o'zi xohlab shunaqa hid bo'lmaydi. U sebariya kasallik, bu dermatologiyada kasallik. Nima uchun sebariya bo'lgan? Chunki tug'ilgan vaqtida kataral diatez bo'lgan. Onasi sizlarga o'xshab talqla sepganda Johnson Baby'lar qilgan, qaynonasi aytgan, "O sho'r suvga, achchiq toshga, mana bunaqa glinaga, margansovkalarga, vanichka qilay" desa, bu zamonaviy onasilar-yu. Nima degansizlar? Yo'q degansizlar, mana bunaqa masala surtaman, talqla surtaman bolajonimga degansizlar. O'sha vaqtda qilganingiz edi, bolangiz podrastkovoy vaqtda ugri chiqib, poralari ochilib, sochlari yog'lanib yurmas edi. Tushundingizlarmi? Ona bo'ladiganlarga ham ozgina tavsiya. Endi keyingisi kombinirованная koja. Tez onam deydi, yog'li deydi ko'pchilik. Demak, peshona, burun va iyak qismlari yog'li, yuzning ikkita tomonida nima bo'ladi? Qurish bo'ladi. Mana mana shunaqa patsient sizlarga protseduraga kelganda u sizlarni chalg'itadi. Nima uchun? Keladi protseduraga, yuzim shunaqa qurib ketyapti deydi. Lekin shunday qaraysiz, burunlarning ustida teshuvchalari bor, peshona, podborodkalarda yakkam bitta ikkita toshmachalar bor. Yo'q, sizni yuzingiz kombinirованный aralash desangiz, yo'q, men yuzim quruq deydi. Chunki oynaga qaraganda qayerga qaraysiz? Ko'zingizga qaraysiz, ko'z atrofiga tushgan marshinalar bor, nasagubkasida chiziqlari bor bo'ladi yoki qizarib turgan bo'ladi shochkalar. Yoki-da ba'zi holda patsient kelib aytadi, yuzim shunaqa yog'li deydi. Chunki ertalab uyqudan turganda patsientga noqulaylik tug'diradigan narsa burundagi yog'lanishlar hid kelib turadi. Yuzim shunaqa yog'li deydi. Shunday qarasangiz, ko'z atrofidagi ajinlar quruq bo'ladi. Kombinirованный yo'q deydi patsient. Patsient bilan tortish shart emas. Faqat aralash yuzlar uchun qilinadigan protsedurani qilib bersangiz bo'ldi. Patsient kosmetolog emas u. Aralash koja, yog'li, quruq kojani bilmaydi. U muammosini aytib keladi. Nima uchun sizlarga bu narsani aytdim? Ko'pchilik shogirdlarim mamna qiladi. Ustoz, nima uchun noto'g'ri qilibsan? Buni yuzi aralashsam yo'q deydi. Bu patsient ertalab turganda burni yog'lanayotgan ekan deydi. Patsient aytaveradi. Sen qarab, kosmetologsan, diagnoz qo'yib ajratib olishing kerak. Undan keyingisi чувствительный koja bo'ladi, ya'ni ta'sirchan yuzlar. Ta'sirchan yuzlar hayot davomida orttirilgan kasalliklardan qolgan asoratlar, noto'g'ri ishlatilgan kosmetika va kosmetolog noto'g'ri qilgan protseduralar, shuningdek tug'ma ham bo'lishi mumkin bo'ladi qizlar. Xo'p, endi normal kojada terini 3 ta qavatidagi vazifalari bir xil ishlayotgan bo'ladi. Quruq kojada terini 3 ta qavati borda, qaysi qavati yaxshi ishlamayapti? Ust qavati, yanachi? To'ppa-to'g'ri teros yog' qavatida yog' kam bo'lganligi uchun namlik yetib bormayapti. Malades. Yanachi? Yog' bilan suv yetib bormaydi. Suv kam suv ichadi, yo'q, quruq kojalar. Xo'p, 3 ta qavati bor edi. Epidermis, derma, gipoderma. Quruq qavatda qaysi biri kam ishlayapti? Epidermis to'liq himoya qilinmayapti. Epidermis to'liq tozalanmayapti. Agar to'liq tozalansa, namligi oshib qolaveradi. Xo'p, keyingisi-chi? Dermada nima yetmayapti? Suv. Yo'q, dermada bo'lmaydi. Yo'q, mana yo'q. Yo'q emas. Aytinglar, gapiraveringlar, o'rganamiz. Mana shunaqa qilib gapirib o'rganasizlar. Qancha savol bersam, ichingizdagiga javob beraversangiz, xato bo'lsa ham qo'rqmang. Chunki siz dars tugagandan keyin, diplom olganingizdan keyin patsientingizga konsultatsiya berishingiz kerak. Konsultatsiya berishingiz uchun siz hozirdan, bugundan
savol javobga aktiv qatnashishingizni, ichingizdagini gapirishni, tushunmaganingizni so'rash o'rganavering. Quruq qavatida birinchi qavati yaxshi himoya qilinmayapti, vaqtida oziqa berilmayapti, to'g'rimi? Uchinchi qavatida nima bo'ladi? Yog' qavati kam. O'sha uchun bunda ikkinchi qavatga namlik yetkazib bera olmayapti-da, uni ustiga birinchi qavatini sizlar tozalamayapsiz, o'sha umvalkada yurib, pantenollarni surib yuribsizlar. Bo'ldi. Bunda qarish jarayoni davom etyapti. Endi yog'li kojada 3 ta qavatdan qaysi biri o'z faoliyatini to'g'ri bajarmayapti? Malades, yog' qavati. Ko'p yog' ajratib chiqyapti. Xo'p, endi ko'p yog' ajratib chiqishni biz to'xtatib qo'ysak bo'ladi. Protseduralar bilan yana qaysi qavatda to'liq bajarmayapti ish faoliyatini? Birinchi qavatdagi derma qavati. Ikkinchi qavati, chunki undagi fibroplastlar, sizlar kollagen ichasizlar-ku, o'shani bilishlaringiz kerak o'zi qayergacha yetganliklaringizni. Yog'li kojali klientlaringizga quruq koja aytadi, quruq yuzli klientlar aytadiki, menga kollagen kerak deydi. O'zi kollageni zo'r degim keladi, men ichavering deyman, zarar yo'q deyman. Yog'li koja kollagen ichganda o'rta qavatidagi mana bu fibroplast qarang endi. Yuqorisi porosli bo'lib teshikchali bo'lib yotibdi yog'li kojada, pastida yog'lanish ko'p bo'lganligi uchun ikkinchi qavatida namlik oshib ketgan. Namlik oshgani uchun fibroplastlar o'sha kollagen tolalari bular tarangligini yo'qotib nima qilgan? Osilib boshlaganligi uchun tashqarisida bizada teshikchalarimiz nima bo'lyapti? Kattalashib ketyapti. Demak, yog'li kojada birinchi qavatda ayb yo'q. Ikkinchi bilan uchinchi qavat bilan protsedura qilishimiz kerak bo'ladi. Aynan fotomolajeniya yoki lazerni shlifovka nima uchun poralarni kichraytiradi? Chunki lazerni shlifovka ikkinchi qavatidagi kollagen sintezini yaxshilab beradi. Gipodermadagi pHni lazer nurlari normallashtirib beradi. Lazerni shlifovka darsini o'tganda podrobni tushuntiraman. Lazerni shlifovka terini kuydirib yoshartirib qo'yish emas, uni o'zining alohida vazifalari bor, qizlar. Kosmetologiya qiziq ekanmi? Bilib qilsalaringiz protseduralarni qiziq-a, qizlar? Bilmasdan sizlarga 15 minut o'rgatib qo'yishim mumkin. 10 kunda hamma protsedurani, texnikani o'rgatib qo'yishim mumkin. Ertaga sizlar dars tugatgandan keyin klient kelsa o'tirasizlar, yana boshqa kosmetologlarga o'xshagan. Anatomiya uzun nima qilasiz? Anatomiyami? Anatomiyadan tashqari hozir chistka darsini ham sizlarni savolga tutaman, u ham qiziq. Xo'p, endi aralash kojaga qaysi qavatini vazifasini to'liq bajarmayapti? Aytavering, qo'rqmang, yaxshi ketyapsiz. Peshona birinchi o'rinda gipoderma, ikkinchida epiderma. Общий qilib aytganda, 3 ta qavati ham o'zini vazifasini to'g'ri bajara olmayapti. O'shaning evaziga buni terisi qanaqa bo'lgan? Kombi. Aralash bo'lgan. Endi чувствительный koja, ta'sirchan kojani rasmini qo'yaman sizlarga. Bu sizlarga savol. Hozir shuni topib aytib beringlar menga. Чувствительный kojani derma. Nima uchun derma? Derma vazifasini bajaryapti. Dermada qon aylanishlar даже shunaqa zo'r bajargandan keyin qon tomirlar ko'rinib turibdi mana. Birinchi kojasi. Ta'sirchan yuzda qizlar 3 qavat edi teri, qaysi qavati vazifani bajarmayapti? Epiderma. Ta'sirchan. Birinchi qavat deganlar qo'l ko'tarsin, 2 deganlar. Birga 2 tami? 3 tami? 4 ta. Nima uchun birga? Yaxshi himoya qilmagan uchun. Yangi terilarimiz o'zini Malades. Ta'sirchan kuperozniy kojalarda qizlar ukol yoki lazer qilishdan oldin birinchi qavatiga bizni to'g'ri uhod, parvarish qilib berishimiz kerak bo'ladi. Nima uchun men istoriyam kuzatasizlarmi? Uhod krem olinglar, SPF olinglar, uyda to'g'ri tozalanglar deyman. Chunki protseduralar qilingan, lazerlar qilingan, gormonalni o'zgarish yoki o'zi shunaqa tug'ilgan bo'lsa ham ta'sirchan kojada birinchi qavatini vazifasi nima edi? Himoya qilish edi, himoya qila olmayapti va qayta tiklanish edi. Har 14-28 kun, 36 kunda kletkalar nima bo'lishi kerak edi? Obnovleniya bo'lmayapti. O'zini o'zi himoya qila olmaganligidan ikkinchi qavat уже nima bo'ladi? Birinchi qavatdagi membrana qavati qolgan bunga. Derma qavatidagi tomirlar ko'rinib qolyapti.
tomirlarda o'tkazuvchalik past deydi ko'pchilik. Tomirlarda ta'sirlanishchi o'tkazuvchalik kuchliligidan issiqda bunaqa yuzlar achishadi, sovuqda ham nima qiladi? Achishib og'riq beradi. Kosmetolog ta'sirchan kojani davolash uchun birinchi qavatini himoya, regeneratsiya vazifasini bajarish kerak. Yotqizib olib bunga ukol qilish emas, bunga botoks filler qilish emas, bunga lazerli protsedura emas, unga chiroyli uqo'diviy zo'r protseduralar bor, o'rganasizlar hali. Qilgan ishlarimizni do'y postlari bilan sizlarga dars o'tamiz. O'shanda daftarchangizga shpargalka bo'ladi, yozib qo'yasiz mana bu yuzga deb. Xo'p, endi qaytib o'zimiz mavzumizga qaytamiz. Bu ta'sirchan kojaga. Demak, sizga patsient kelsa, bildingiz, quruq kojaga qaysi qavat ishlamayapti, yog'li kojaga qaysi qavat ishlamayotganligini bilganingizdan keyin qanaqa protsedura tavsiya qilishni bilasiz. Ozgina bo'lsa ham tushuncha paydo bo'ldimi qizlar sizlarga? Endi konspektni yozamizmi? Sizlarga yana bitta narsani ko'rsatib o'tay. Biz hozir sizlarga prezentatsiyada rasmlarda ko'rsatdik turlarini. Lekin bizga patsient hamma joy aralash yoki kombi yoki ta'sirchan bo'lib kelmaydi. Bizga mana bunaqa klient keladi. Bu yuzda nima bor? Pigment, post akne, ugri emas bu. Post akne bugundan boshlab post akne ugridan qolgan qizil iz. Qizil dog' emas, eshitmang. Ugridan qolgan qizil dog' emas, bu post akne. Xo'p, yana nima? Quruq, ajin. Bu yoqdachi? Normami? Sal qizarib turmayaptimi? Ha? Ko'rdingizlar, ta'sirchanlik, qurish, giperpigmentatsiya va yog'lanishdan keyin qolgan post akne yoki to'shmalar. Bizga mana shunaqa yuz keladi. Bitta yuzda qarang, nechta xil muammo bor. Bitta yuzga biz nechta protsedura qilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu joyda avtoriska kokteylni klientlarim so'raydi, nimaga avtoriska kokteyl yoki egzosoma deyapman hozir, nimaga desa, mana bitta yuzda opa bir xil muammo emas. Masalan, quruq kojam deb keladi, chunki mana shunaqa klient keladi, botoks qilib bering deydi. Xo'p, siz botoks qildingiz, buchi, mana bularni kim davolaydi? Tushundingizmi? Xo'p, endi yana sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Meni yuzimda shunaqa komedonlarim ko'p, komedonlarim davolang deydi. Xo'p, komedonni oldingiz, lekin bizda jiraviklar bor. Bizda nima bor? Poralarimiz ochiq, to'g'rimi? Qizarishlarimiz bor bizda, to'g'rimi? Patsient jalbasi nimadan iborat bo'ladi? Komedon. O'sha qora nuqtalarimni olib bering deydi. Qolgani bilan ishi yo'q. Patsient jalbasini inobatga olamiz, lekin o'zimiz diagnoz qo'yish uchun kosmetolog ko'zi bilan yaxshilab qaraymiz-da. Bo'ldi. Tuzib olamiz. Nima protsedura qilishni. Yana bitta narsa shuki, hozirgi kunda klient bilan ishlash juda ham qiyin qizlar. Bugungi, bundan keyin o'tiladigan har bitta darsda men sizlarga 15 yillik tajribamni o'rgataman. 15 yillik tajribani. Buni har bitta yuzni, har bitta teri kasalligini, har bitta teri muammosini hal qilishni ketma-ketligi bor. Har bittasini yozib oling. Quruq teri uchun nimalar, qaysi preparat, qanchadan keyin qancha. Kelgan patsientingiz bilan siz gaplashishni ham o'rganing. Protsedurani qilib uyga javob berib yuborsangiz, u patsient kelmasligi mumkin yoki kelishi mumkin. U kelishi uchun patsientingizga tushuntirishingiz kerak bo'ladi. Biz siz bilan opa birinchi protseduramizda mana buni qildik. Yuzingizda shunaqa muammo bor edi. Siz bir hafta, 10 kun, 15 kundan keyin mana bunisiga kelasiz deb unga ayting, ketma-ketligini tushuntirib bersangiz bo'ldi deydi. Patsientingizni ham o'zingizga o'xshagan punktualni qilishni o'rgating. Tushundingizlarmi? Endi sizlar bilan konspektni yozishni boshlaymiz. Ha, chunki konspekt yozganimiz kerak emas, men chistka darsini o'tganim kerak. Yozinglar. Teri 3 qavatdan iborat: epidermis, derma, gipoderma. Teri 3 qavatdan iborat: epidermis, derma, gipoderma. Berishingiz kerak bo'lgan bo'ladi. Sizlar hammalaringiz foydalaning. Chaqirishda asosiy
fishkaga hozirgi kunda e'tibor bering, klient уже charchagan, kimnidir yomonlab chiqqan kosmetolog ko'rgingiz keladimi? Eng katta xato o'sha narsa. Kosmetolog o'zi kosmetologiyadan non tuz topib yeyapti-yu, boshqa kosmetologni yomonlagan. Xuddi tug'ishgan opa-singil bir-birini yomonlasa qanaqa xunuk ko'rinadi? Bizning sferada ham shu. Bu kosmetologiya etikasiga zid. Hech qachon hech qaysi kosmetolog yomonlamang. Hech qachon sizga kosmetologdan осложнение bo'lib kelgan vaqtda ham siz kosmetologni yomonlamang. Chunki bo'ldi, u o'zini ishini o'sha yerda qilib bo'lgan o'sha kosmetolog. Patsient sizga nima uchun kelgan bo'ladi? Davolanish uchun. Davolanish uchun kelgan, patsientni davolab bering, qo'lingizdan kelsa bo'ldi. Hech qachon uni yomon ko'rsatib PR qilish kerak emas. Bu birinchisi. Ikkinchidan, biz kosmetolog sifatida protseduralarimizni chiroyli, tushunarli qilishimiz kerak. O'shanda klient narx talashmaydi. Hozirgi kunda doktorlar ham, xalq ham kosmetologni nima deydi? O'zi boshqa kosmetologlar sababchi bozor sferaga aylanib ketgan. Aslida kosmetologiya eng qimmat, eng zamonaviy, eng qiyin kasb. Chunki meditsinada ishlatiladigan dori davolanish vositalari qayerda bor? Aptekada bor. Kosmetolog qiladigan ukol aptekada bormi? Kosmetolog qiladigan piling ko'cha, bozor, magazinda sotiladimi? Sotilmaydi. Kosmetologiya shunaqa qimmat, zo'r kasb, fan, bilim bo'lib rivojlanganligidan kosmetologiyada ishlab chiqariladigan preparatlar, ishlatiladigan hatto ignalar, kremlarimiz uchun alohida zavodlar bor. Alohida zavod. Bu tibbiyot emas, alohida kosmetologiya uchun zavodlar qurilgan qizlar. Mana kosmetologiya qanaqa zo'r kasb egasi ekanligingizni his qilish uchun bilib oling. Kosmetologiyada krem ishlab chiqarish uchun texnologlar 30-50 yildan buyon harakat qilishyapti. Bitta o'sha kremni, bitta o'sha SPF, bitta o'sha spreyni sizga tavsiya qilish uchun shunchalik harakat qilgan. O'shandan solishtirish mumkinki, ko'cha, bozorda hech qachon professional kosmetika sotilmaydi. Kosmetikalar 2-3 xil bo'ladi. Professional, davolovchi va dekorativ. Ko'cha, bozorda faqat dekorativ kosmetika sotiladi. Professional kosmetologiya bilan davolovchi kosmetikani faqat kimda bo'ladi? Kosmetologda bo'ladi. Bugun sizlarga o'tilgan mana shu darsni 1% ni ham ko'chada kosmetika sotadiganlar bilmaydi. Bilmaganligidan ular kimga nimani tavsiya qilishni bilmaydi-da, kremda yozib berilgan quruq yuz uchun nachnoy, SPF degan narsani beraveradi. Bizda xalqqa mana shuni chiroyli qilib tushuntirib berishimiz kerak bo'ladi. Ko'chada, aptekada masalan mediklar aytadi, "Voy kosmetologlar u bu" deydi. Lekin mediklar ham yaxshi eshitib olsa shu narsani, nima uchun biz ishlatadigan gialuronoviy kislotamiz aptekada yo'q? Nima uchun biz yuzga qiladigan vitamin C'miz aptekada yo'q? Konsentratsiyasi aptekadagi vitamin C mushak va tomir ichiga yuborish uchun. Biz mushak tomir bilan ishlamaymiz. Biz qayer bilan ishlaymiz? Bizning vitamin C'miz teri orasiga, teri ostiga qilmaymiz biz. Biz teri orasiga ishlaymiz. Aynan kosmetologiyaning preparatlari juda ham qimmat. Chunki ular niski molekulyarni bo'ladi. Ularni tarkibi, strukturasi, kerak bo'lsa o'sha kimyoviy tuzilishlari bo'ladi-yu, bog'lari. O'shalari umuman boshqacha. Meditsinaniki davolovchilar, ular tomir, teri osti proba qo'yish uchun yoki mushak ichiga yuborish uchun mo'ljallangan. Kosmetolognikichi teri orasiga. Teri orasini qavatlarini anatomiyada o'tdik. Buni yoshartirish, buni oziqlantirish juda ham qiyin va bunga elementarniy ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Kichkinagina mana shu nozikkina dermalniy sloyni biz yoshartiramiz, epidermisni har doim tozalab regeneratsiyasini yaxshilaymiz, pH'ini normallashtiramiz. Ana shu kosmetologning vazifasi bo'ladi. O'sha uchun patsientlaringizga tushuntiring. Nima uchun sizda qimmat desa, opa, mandagi narsa ko'cha, bozor, aptekada yo'q. Kosmetologiya alohida yo'nalish, alohida yangi fan, yangi soha. Siz buni tushuning. Sizni yoshligingizni ushlab saqlab qolishim uchun men teri orasi bilan ishlayman. Teri orasida muammolar juda ham ko'p. Terini qavatlarning vazifasi yillar davomida bajarilmagan. O'sha vazifasini qaytib bajarishga yordam berib, o'zini yoshligini saqlab qolishim uchun men ancha-muncha protsedura qilaman deb tushuntiring va buni o'zingiz his qiling.
O'shanda siz kosmetolog bo'lasiz. Yana keyin bitta narsa, kosmetologiya etikasida shunaqa narsa borki, biza har bitta kelgan patsient bu bizning san'at asarimiz bo'ladi. Hech qachon esingizdan chiqarmang buni. Hech qachon esingizdan chiqarmang. Men sizlarga hali kurs davomida to'g'ri ovqatlanish, diyetalar qilish, ugrilar, toshmalar darsimiz bor. Nimadir yemasligi kerak, nimadir ichmasligi kerak, terini qanaqa himoya qilish kerak, hammasini o'tib tushuntirib beraman. Qizlar, bugungi birinchi mana kosmetologiya kursimizni birinchi darsidan nimalar oldingizlar? Sizlarga qoniqarli bo'ldimi? Tushundingizlarmi? Ha? Kosmetologiya deganda sizlar o'ylagandingizlar faqat ukol qilish o'rganaman, yuzni ko'pirtirib yuvaman, nimadir ha, botoks qilaman. Masalan, men mana shu narsani kutgan edim. Anatomiya. Ha, asosiy o'sha yuzni o'rganamiz deb o'ylagan edim. O'sha narsani hozir men olaman. Siz bizdan kutgan narsangiz bera oldimmi bugun darsga? Mana 2,5 soatlik darsda bera oldimmi? Biza qancha mana shu narsani to'liq bilar ekanmiz, biza shuncha yaxshi kosmetolog bo'lamiz. Sizlar bilan biza 1 oylik darsda har kun shu mavzuga qaytaveramiz. Nima uchun deganda, har kun shu mavzuda. Qizlar, bu protsedura qaysi qavatiga edi? Bu nima vazifani bajarayotgani deganimiz sari nima qilasizlar? Yodlab olasizlar. Har bittalaringiz bir-birlaringizga patsientsizlar. Mana shu yerda 14 ta qiz bo'lsa, 14 xil model bor. Mana shu berilgan bloknotdan ham unumli foydalanishlaringiz kerak bo'ladi. Bloknotda konspekt qiladigan qismi va yuzni qismi bor, to'g'rimi? Har bitta yuzni qismiga yozib qo'yaveringlar. Sizlarga bu shpargalka bo'ladi. Bugundan boshlab yozib qo'yaveringlar. Hozir dars tugadi deb ketib qolmaysizlar-da. Orqasini ochasizlar, orqasiga yozasizlar. Ismingiz nima opa? Masuda. Mana Masuda opa yoshlari, terini turlari qanaqa mana? Qanaqa terilarini turi, fototiplari va yuzlarda qanaqa muammolar bor? Yozasizda mana shu bitta varaqni opaga ajratasizlar. Chunki 1 oy davomida har xil protsedura qilamiz. 14 ta bo'lsalar, 14 ta qiz uchun joy ajrating. Chistkada opaga qanaqa piling ishlatdik, qanaqa inyeksiya qildik, qanaqa uhod qildik, nimalar bilan ishladik, oxirida opani natijalari, do'y postellari telefonlaringizda bo'ladi. 14 ta model, 14 ta shpargalka. Bu sizlarga butun umr turadigan narsa bo'ladi, qizlar. Sizlarni MS akademiyada ko'rganimizdan xursandmiz. Bu birinchi darsimiz edi. Hozir hammalaringiz obed qilib kelganlaringizdan keyin, endi obeddan keyin praktika chastiga o'tamiz. O'shanda yuzlaringizni qanchalik noto'g'ri tozalaganlaringiz, bu Instagramda maqtalgan avtoriska korolevskiy chistkada kim qildirgan bo'lsa xatoliklari, nima uchun chistkadan keyin ugri chiqqan, kosmetologga chistka qildirgandan keyin nimaga ugri chiqadi klientga, nimaga qizarib qoladi, nimaga dog' tushib qoladi, chistka bilan chistkani farqi, haqiqiy chistka nima ekanligini sizlar bilan obeddan keyin tushunamiz. Hozir hamma obedga 1 soat vaqt obed qilib kelishlaringiz, xo'p?